ikkita sog'im sigirni puliga 4 ta tana ong. 1 yildan keyin mana bunday yosh 4 ta sigiringiz bo'ladi. Bozordan tuqqan mol olsangiz anchagina qimmat bo'ladi. Agar siz 4 ta tana olsangiz, kelasi yilga 4 ta sigiringiz bo'ladi. Ikkitasini sog'ib ichishga olib qolsangiz ham, buzoqchasini o'stirishga, 2 ta tuqqan sigiringizni sotib, yana 4 ta tana olsangiz, ana 3 yildan keyin bir oxil molingiz bo'ladi. Bu molni eng tez ko'paytirish va yaxshi foyda ko'rish yo'li. Yosh sigirlar, birinchi tug'ishlar bozorda juda qimmat bo'ladi, faqatgina tepkich bo'lmasa. Siz tanaligidan olib qashlab, ularni bo'g'ozligida ham qashlab, yaxshi qarasangiz, sizga yaxshigina foyda qoldiradi. Qarang, mana shunday yosh, yuvosh, suti ko'p, jaydari bo'lsa ham 4 ta tuqqan sigiringiz bo'lsa, yaxshigina pul bo'ladi. Yaxshilar, assalomu alaykum. Sog'misizlar? Salomatmisizlar? Molni qaysi paytida olib, qaysi paytida sotish kerak? Video davomida. Videomizni Instagram, Facebook, TikTok, to'liq holatda YouTube kanalida kuzatib borishingiz mumkin. Mana bu mol, qarang, kichkinagina, lekin yosh. Bu sizga necha yillar xizmat qilishi mumkin. Qarang, hali uzoqday turibdi. Qarang, mana bu ham birinchi tug'ishi, yelini anchagina katta va yaxshigina sut beradi. Bunisi ham xuddi shunday. Faqat oxiriga yaxshi qaraysiz, ham sutli bo'lasiz, ham buzoqli bo'ldingiz. Qarang, buzoqchalari ham sutga to'ydirsangiz, 1 yildan keyin kattagina tana bo'ladi. Faqatgina mehr qo'yish kerak molga, yaxshi qarash kerak. Molni boqaversangiz, bozorga olib chiqib sotaversangiz, tajribangiz ancha oshadi. Gap mehnatda. Obuna bo'ling.